Dodani mahallasi tomonidan arzon narxda hovli topib qo'ydim o'rtoqlar. 139 mingga 2 stuli 6 xonadan iborat bo'lgan kirib yashashga tayyor holatdagi hovli ekan. Do'rmon tomonda shundoqqina Baxtiyor to'yxonasi yaqinida joylashgan ekan. Ikkita zelening zonalari ajoyib bir ta'mirlari bilan sizga yoqib qolishi aniq. Albatta videoni oxirigacha ko'ringlar. Bu xonadonimizga havas qilgan bo'lsanglar, bitta like bosinglar. Katta bir mehmonxonalarimiz, chap tomonda mana shunaqangi oshxonalarimiz, katta oynalarimizdan yorug'lik bemalol tushib turadi. Bu tomonda ham bitta yotoqxonamiz bor. Hovlimizning ajoyib bir ustunlik tomoni shundaki, ikki yoq tomonda ham ikkita hovlichasi, yo'lakchasi bor. Ikki yoq tomonga qaragan oynalari bor. Hamma xonaning o'zining oynasi, havo aylanish sistemalari qilingan. Qibray tumani Yangi Zamon ko'chasida joylashgan ekan. Aniq lokatsiyasi, 4 ta sanuzelari bor. 139 mingga arziydimi yo'q o'rtoqlar. Ikkinchi qavatda o'zida 4 ta xona, balkon qismlariga ega, ikkita yotoqxonaning o'zining ichida sanuzellariga ega. Ikkita aka-uka farzandlari bilan, oilasi bilan va ota-onalari bilan bemalol mana shu hovlida mazza qilib yashasa bo'lar ekan. O'rtoqlar, yaxshi niyatda like bosib qo'yishingiz sizlardan chiqmasin. Shunaqangi chiroyli hovli sizlarga ham nasib qilsin. Kattagina mana shunaqangi balkon qismlari ajoyib bir manzaralariga ega. 139 mingga arzisa plyus, arzimasa minus qilib izohlarda fikrlarni qoldiringlar.